Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, biz Alloh azza jalladan jannatda bu dunyodagi ilmlarning barchasi hammasini berishini so'rab duo qilsak bo'ladimi? Juda maydalashib so'rash mumkin emas, ammo qalb hamma narsani talab qilyapti. Yoki bu ham qalb kasalliklaridanmi? Agar shunday bo'lsa, birorta yechim aytasizmi dedilar. Birinchidan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari hadisda aytganlar, ikki ochko'z borki to'ymaydi. Shularning biri ilm tolibi deyilgan, hech qachon ilmdan to'ymaydi. Shuning uchun buni yomon joyi yo'q aslida. Butun ma'lumotlarni bilishni istashlikdi. Mana Musa alayhissalom o'zlaridan ilmli bir odam borligini, Xizr borligini Alloh kishiga aytganda, shuni topmaguncha qo'ymayman deganlar. Va topganlar ham haqiqatdan. Haydab olmaguncha ketmaganlar oldidan. Aslida shunaqa bo'ladi, ya'ni ilmga qiziqadigan odam. Shuning uchun buni bir qalbdagi kasallik deyilmaydi, aksincha. Faqat qachon qalbdagi kasallik bo'ladi? Agar inson o'sha ilmi bilan endi g'ururlanib, "Man hamma narsani men bilib tashlaganman" deb haligi batarul haq degan g'omtun nas deganlar-ku, kibriga ketsa, okey. Kibr haqni tan olmaydi keyin unga birov haqni aytsa ham, "Yo, men o'zim bilaman" deb oladi. Yoki odamlar pisand qilmaydi keyin hammani johil ahmoqqa chiqarib. Ana o'shanda aytiladi, ha bu qalbdagi kasallik bu. O'shandan ehtiyot bo'lish kerak. Lekin agar inson o'zi hamma narsani bilishga qiziqsa, buni zarari yo'q. Faqat sharti o'sha hamma narsaga qiziqish muhim narsadan insonni chalg'itmasligi kerak. Chunki ilm ko'p, vaqt esa oz. Inson o'ziga eng kerakli narsalarni o'rganishga harakat qilish kerak. Bu narsani mana Ibn Javziy rahimahulloh Soydul Xotir kitobida aytganlar, sharhlaganmiz o'rnida. Shuning uchun himmatni eng kerakli narsaga qaratib Qur'onda, sunnatda. Lekin buni Allohdan so'rasa zarari yo'q. Va uni so'rashlikdan ko'ra o'zi jannatga kirish, o'shaning yuqori martabasiga yetishni so'rash kerak. Ana shunda siz aytgan maydalashish ham bo'lmaydi, duoda odobsizlik qilingan bo'lmaydi. Chunki bu ham qaytarilgan, aytdik-ku, bir sahobiy o'g'li men jannatga kirgandagi eshikni o'ng tarafidagi qasrni yonidagi jannat eshigini yonidagi oq qasrni sendan so'rayman duo qilayotganda Alloh haddan oshuvchilarni yoqtirmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duoda haddan oshuvchilar bo'ladi deb ogohlantirganlar deb o'g'liga tanbeh bergan sahobiy. Muhim aytmoqchiman, mana shunaqangi maydalashib duoda haddan oshish bo'lmasligi uchun siz jannatda yuqori martabani so'rang. O'sha yuqori martabasida siz istagan hamma narsa bo'ladi. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar-ku, jannatda suratlar bor. Kim istasa o'sha suratga kiradi. Ya'ni mana bir ekranga o'xshagan narsada endi ta'bir joiz bo'lsa, shunday haligi unga kirasiz, o'sha narsani suratiga o'tib qoladi suratingiz. Endi insonni shakli shu darajada mana bir narsani qiyofasiga o'tib ketishligi ham mumkin ekan jannatda. Mana bugun fantaziya tarzida kofirlar shunaqa tasvirlaydi-ku, bir yumalab ajdahoga aylanib uchib ketaveradi, yana bir yumalab o'rgimchakka aylanib uchib ketadi. Ana shu narsa aytilyapti mana. Jannatda bor shunaqa. Albatta o'rgimchak shunaqangi bir maxluqqa aylanadi degani emas bu. Xohlagan chiroyli bir suratiga kiradi, istasa mana qush suratiga kirib uchadi. Modam shunaqa narsalar bor. Endi bu qiziqarli ma'lumotlar nimaga yo'q bo'ladi? Masalan, men ham istayman shu dunyo yaralgandan boshlab qiyomatgacha nimalar bo'lgan ekan, ko'rsam shuni deyman. Lekin endi so'rashga odam uyaladi buni, chunki bizga bu kerakmikan, o'zi yo'qmi bilmaysiz. Lekin jannatga kirishda uni yuqori darajasini so'rang. Inshaalloh o'sha xayr bo'lsa keyin Alloh o'shani bildiradi. Biz doim aytamiz, inson o'zini istaklaridan ko'ra Allohni unga istaganlarini avlo ko'rish kerak. Ana shu aslida ubudiyat, o'zi boshimchalik emas ya'ni. Mana qarang, Alloh Odam alayhissalomni yaratganda allama Adamal asma'a kullaha degan. Odamga ismlarni hammasini o'rgatdi. Demak, insoniyatga o'zi bu berilgan narsa bu, ya'ni inson tabiiy ekan qiziqishi, chunki Alloh o'zi o'rgatgan narsalarni Odam alayhissalomga, hatto farishtalar bilmagan uni. Ana shuning uchun jannatga kirganda ham agar yuqori darajadagi kishi bo'lsa va o'shanga u xayrli bo'lsa, albatta keyin Alloh unga hamma o'sha qiziqqan narsalarni bildiradi. Chunki o'zi dunyoda mana odamni yaratganda bildirgan. Allohu a'lam.